orqasidan yaxshi gaplarni gapirib duo qilib turaversa, inshaalloh ularning munosabatlari yaxshilanib ketadi. Zero payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari bir ota-onadan tug'ilgan bo'lmasa-da, eslasangiz Makkadan Madinaga kelganda makkaliklar bilan madinaliklarda aka-uka tutuntirib qo'ygan payg'ambarimiz alayhisalom. Sizlar diyonatli aka-uka bo'ldinglar, bir diniy aka-uka bo'ldilar, iymoniy aka-uka bo'ldinglar deb ularni aka-uka qilib qo'yganda, hozirgina bir-birini tanigan aka-ukalar bir-birlariga uylarini, bog'larini in'om qilishlikni taklif qilganlar. Mana uyim senga bo'lsin ukajon, mana bu bog'im senga bo'lsin, sen menga aka bo'lding deganlar. Qaysi bir inson bu dunyoda yashar ekan, umid bilan ota-onamiz bizni dunyoga keltirgan ekan, aka-ukalar bir-birlarini ayblarini qidirishni o'rniga bir-birini haqqida yaxshiliklarni gapirib, duo qilib, mehr-oqibatli bo'lishlikka harakat qilmoq kerak. Hali aytib o'tganimdek azizlar, munosabatlarni yaxshilashlik uchun Allohga taqvo qilish kerak. Allohdan qo'rqish kerak, jannatni umid qilish kerak va shuning bilan birga yoshlik chog'larini ko'p-ko'p eslab turish kerak. Ukangizga qarang, akangizga nazar soling. Ularda o'z ota-onangizni suratini ko'rasiz. Opa-singillaringizda otangizni, onangizni suratini ko'rasiz. Mana shu hurmatidan ham bir-birlarini hurmatini joyiga qo'yib, arazlashlikdan yiroqlashib yashamoqlik kerak. Shunday ekan azizlar, bir-birlarimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Aka-uka, opa-singil, qo'mi-qarindosh silay rahmda bardavom bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Jamiyat bor ekanki, azizlar, hammamiz yolg'iz bir sahroda hech